Savolni itini topdim do'stlar. It baliq itning bolasimi yoki baliqning bolasimi deya ChatGPTdan so'rab ko'ramiz. Oh my god! Barchaga salom do'stlar. Bugun biz ChatGPT bilan birgalikda qiziqarli zakovat o'yinini o'tkazamiz. Ya'ni men unga savol beraman, keyin u menga savol beradi. Xullas shu tarzda biz davom ettiramiz. Qani ko'ramiz, oxirida ChatGPT g'alaba qozonar ekanmi yoki menmi? Do'stlar, birinchi bo'lib ChatGPTning o'zidan so'rab ko'rishga qaror qildim shu sababli. Salom ChatGPT, kel sen bilan bugun biz zakovat o'yinini o'ynaymiz deb xullas tanishtirdim do'stlar mana. Bugun sen bilan zakovat o'yinini o'ynaymiz. Dastlab men savol beraman, keyin sen savol bersan, qani ko'ramiz kim g'alaba qozonadi deb unga savol berdim. Salom, juda zo'r g'oya. Zakovat o'yini miyasiga ishonadiganlar uchun eng yaxshi sinovlardan biri. Tayyorman. Qani boshlayver savolingni. Seni yengib qo'ymaslikka harakat qilaman deb yozibdi ChatGPT. Nice. Hop, biz savollarimizni boshladik do'stlar. Ya'ni mening birinchi savolim diqqat savoli. Samolyot bir qarqiganda qaysi kasal yo'qoladi? Mantiqan o'ylab javob ber deya ChatGPTga yuborib ko'raman do'stlar. Siz ham albatta topsangiz kommentarlarda yozib qoldiring. Hop, qiziqarli va topqirlikka asoslangan savol. Keling, mantiqan o'ylab ko'raman. Samolyot bir qarqiganda qaysi kasal yo'qoladi? Xullas, mantiqan yer kasali, bu xalq orasida bosh aylanish, javobim yer kasali. Xullas do'stlar, bu noto'g'ri javob berdi. Qisman bo'lsa ham noto'g'ri javob berdi. Endi men sizga to'g'risini aytaman. To'g'ri javob esa ateist, ya'ni ateizm edi. Zo'r bu savolda o'zlashingan ekan. Samolyot bir qalqaganda ateist yo'qoladi. Xullas do'stlar, bu qanaqa qilib ateistligini mana bu video orqali ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Savol. Samolyot bir qalqiganda qaysi kasal yo'q bo'ladi? Ateizm. Men ateistman deydi-yu. Samolyot bir qalqiganda Alloh deyveradi. Ana shu to'g'risida savol. Selamünaleyküm. Merhaba. Ben deyiz. İnşallah gönül kapıların açılır da sen de gerçeği görürsün kardeşim. Allah'ım yardım et ya Rabbim ne olur. El Aziz. Uzat elini ya El Halik. Ya El Müttakim. Koru bizi elden kap. Ya. Rahatla gel hatırlanma. Götür sıkışınca 99 isminde say. Yardım eyle El Cemil. El Hafiz. El Rahman. El Rahim. El Samet. El Vakil. ChatGPT ham qaysidir ma'noda lekin to'g'ri javob berdi. Yer kasali deb aytishadi, to'g'rimi? Misol uchun eshitganmiz. Shu sababli ham bir deymiz, bas u hatto savol ham berdi javobdan keyin. Bir kishi kechasi soat 10:00 da uxlaydi. U uyg'onish uchun soatiga ertalab soat 9:00 ga signal qo'yadi. U necha soat uxlaydi? 10:00 dan 9:00 gacha bo'lsa 11 soat uxlaydi demak, to'g'rimi? Oho, javobing 11 soat, lekin bu safar adashding deb smayl qo'yib yuboribdi. To'g'ri javob soat uxlamaydi. Tushunmadim, umuman soat nima daxli bor? Soat bir kishi kechasi soat 10:00 da uxlaydi. U uyg'onish uchun soatiga ertalab soat 9:00 ga signal qo'yadi. Xullas bizni bu chalg'itib o'zicha endi bir mantiqiy savol berdim deyapti. U kechasi soat 10:00 da uxlaydi, soatiga ertalab 9:00 ga signal qo'yadi. Ammo bu soat 10:00 dan ertalab 9:00 gacha. Bu soat 11 soat, lekin savolning hiylasi shunda. Soat faqat signal qo'yadi, u odamni uyg'otadi, lekin odam uxlaydigan vaqt unga bog'liq emas. Xullas, o'yinni yanada qiziqarli qilamizmi? Endi sen ikkinchi savolingni ber deyapti. Mayli do'stlar, biz ikkinchi savolimizni beramiz. Bizning savolimiz esa nima bo'lishi mumkin? Savolni itini topdim do'stlar. It baliq itning bolasimi yoki baliqning bolasimi deya ChatGPTdan so'rab ko'ramiz. Oh my god! Wow! Xo'p, endi bu savolimizni yuborib ko'ramiz. Oho, yana bitta mantiqiy va kulguli savol. Keling birga tahlil qilamiz. It baliq bu nima? Itning bolasimi yoki baliqning bolasimi? So'zga qaraymiz. It baliq bu murakkab so'z, lekin bu yerda it hayvonni bildirsa ham bu baliq turi hisoblanadi. Javob bu baliqning bir turi, ya'ni it baliq baliqning bolasidir deya yuboribdi. U itning bolasi emas. Zo'r savol bo'ldi. Endi mening navbatim. Tayyormisan? Bir sizlaydi, bir sansirlaydi. Bu nima qilyapti? Savol. Bir odamda 10 ta barmoq bor. Xo'p, bitta odamda 10 ta barmoq bor. U qo'llarini 10 marta urdi. Nechta chal bo'ldi? Nechta chali eshitildi deyapti. Mantiq bilan yondash deyapti. Bitta odam
10 marta qo'lini ursa, bu yerda mantiqan yondasak, ya'ni bizda bir marta chapak eshitiladi. Oxirida bir dona chapak eshitiladi menimcha. To'g'rimi? Bir dona chapak eshitilishi mumkin. Oxirida bitta chalish eshitiladi. Xo'p, yuborib ko'ramiz. Voy, bu safar qiziqarli yondashuv qilding, lekin javob noto'g'ri. Savolni eslaymiz. Bir odamda 10 ta barmoq bor, u qo'llarini 10 marta urdi. Nechta chalish eshildi? Qo'lni urish bu chalish, ya'ni ikkala qo'lni bir-biriga urish degani. Demak, bir marta chalish, bitta chalish, 10 marta chalish, 10 ta chalish. Voy, chalish. No, God! No, God, please, no! 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 To'g'risi, men bu savolni mantiqiy savol deb o'ylayman. Sababi chalish eshitilgandan keyin oxirida bir dona chalish eshitiladi deb o'ylayman, do'stlar. O'ylabman. Xullas, do'stlar, o'zi shot necha bo'lgani ham esimdan chiqib ketdi. Buni montajda qo'yib yuboraman, balkim. Xo'p, men endi unga rasmli bir savol bilan murojaat qildim, ya'ni dunyo tekis bo'lganda qanday bo'lar edi? Rasm orqali ko'rsatgach ChatGPTdan so'radim va u menga mana bunaqa suratni ko'rsatdi, do'stlar. Ha, do'stlar, hattoki yer yuzida yassi yer fitna nazariyasiga ishonadiganlar ham topiladi, do'stlar. Endi ko'ramiz, u menga savol berishini men undan so'rayman. Tan olishim bir martlik, u meni hozirda yutmoqda, hamaylim. Shotda sen oldindasan, hisobda sen oldindasan deb yozamiz. Hisobga oldindasan. Endi menga ham rasmli bir savol berdi-ya, ChatGPTdan murojaat qildim. Xo'p, bizga u mana do'stlar, xuddi shunaqa qilib rasm desangiz, u sizga rasmni chiqarib beradi, do'stlar, agar tushunmaydigan bo'lsangiz. Xo'p. Bunaqa savol nima o'zi? Tayyor tur savol, ha. Savol: rasmga qarab do'konda bolada 6 ta mahsulot bor. Xo'p. 6 ta mahsulotmi bu yerda? Xullas, xo'p. Bitta quti, ikkita butilka, bir dona non, bir banka murabbo, bir shokoladli banan. Agar u bana har bir mahsulotni 2000 so'mdan sotsa, jami qancha pul bo'ladi? Javobingni yoz, deyapti. Xo'p. 2 bu yerda 6 ta bormi? Shunaqa oddiygina ko'paytirib qo'yarmiz balkim, do'stlar. Bo'yi ham, chunki mantiqiy yondashgandim, savolimni noto'g'ri dedi, shu sababli 12000 bo'ladi. Sababi 6 kara 2 12 bo'ladi. Barakalla, to'g'ri javob 6 ta mahsulot, xullas 2000 so'm bo'ladi. 12000 so'm menga qarshi juda zo'r o'ynayapsan, debdi. Xo'p, do'stlar, shu joyda videomizni o'z nihoyasiga yetmoqda, do'stlar. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying, do'stlar. Va bizni moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, bizning klik raqamlarimiz tavsif havolarimizda yozib qo'yilgan, do'stlar. O'tib bemalol xohlagancha so'mda donat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling, do'stlar.